Axborot xavfsizligi va media savodxonlik masalasi bugun nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda juda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'z ma'ruzalaridan birida bugungi kunda dezinformatsiya o'zbek jamiyati uchun eng muhim masalalardan biri ekanligini alohida ta'kidlab o'tgan edilar. Chunki bugungi kunimizda bilamiz, bir tomondan axborot kommunikatsiya texnologiyalari texnik tarafdan rivojlanmoqda. Undan tashqari oxirgi 12 oyga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, sun'iy intellektda tayyorlanayotgan kontent hajmi ko'paymoqda. Bularning orasida video kontentlar, matn, foto, infografikalarga ko'zimiz tushyapti. Lekin masalaning ikkinchi tomoni, bizni o'ylantirayotgan tomoni ana shu tarqalayotgan axborotlarning xavfsizligi masalasi bilan bog'liq hisoblanadi va eng asosiy bizni o'ylantiradigan masala bu aholimizni, ya'ni jamiyatimizni a'zolarini xavfsizligi, axborot xavfsizligi qanday bo'ladi bundan keyin. Bugun suhbatimiz davomida ana shunga e'tibor qaratamiz. Gapni ochig'i biz axborot xavfsizligidan boshlamoqchimiz. Nimaga? Chunki axborot xavfsizligini o'zi media savodxonlik masalasi bilan aynan bir xil yuradi. Ikkalasi bir-birini to'ldiradi. Axborot xavfsizligi haqida gapirar ekanmiz. Bu yerda jo'n tushunmaslik kerak. Bu narsani ya'ni sodda tushunish kerak emas. Misol uchun telefonga parol qo'yish, kompyuteringizga, umuman boshqa gadjetlaringizga parol qo'yish yoki uni viruslardan tozalab turish, antivirus programmalarini o'rnatish bilan gapni ochig'i oxirgi tajribalar shuni ko'rsatyaptiki, ish bitmaydi. Biz ko'proq uni bizga bo'lgan o'sha axborotni, biz iste'mol qilayotgan axborotni haqqoniyligi masalasini o'rganishimiz kerak. Buning uchun esa o'sha aynan axborot xavfsizligining yonida bizga media savodxonlik kerak bo'ladi. Endi media savodxonlik masalasi dastlab muomalaga kirganda, afsuski, juda ko'pchilik mutaxassislar bunga tor doirada qarashdi. Ya'ni media savodxonlik bu demak, u yerda media so'zi bo'lgani uchun, demak bu faqat o'sha soha, ya'ni media sohasi, axborot sohasi, umuman olganda jurnalist va blogerlarni muammosi deb qarashdi. Lekin bugungi real vaziyatga qaraydigan bo'lsak, bu nafaqat media sohasining vakillarini masalasi, balki butun jamiyatni jiddiy bosh og'rig'i deb qarasak bo'ladi. Xo'sh, nima qilishimiz kerak? Asosiy masala, biz axborot gigiyenasiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni har qanday axborotni o'qir ekanmiz, uni manbasiga, kim tarqatyapti, qaysi ishonchli manbami, ishonchsiz manbami, bunisiga e'tibor qaratishimiz kerak. Yana psixologik nuqtai nazardan bitta narsani aytmoqchiman. O'sha media va axborot savodxonligida bizga juda ham zarur bo'ladigan bu tanqidiy fikrlash masalasi. Ingliz tilida critical thinking deydi, rus tilida kriticheskiy мышление deydi. Ya'ni biz har qanaqa axborot kelar ekan, unga sovuqqon munosabatda bo'lishimiz kerak. Agar biz o'sha axborotga nisbatan hayron qolsak, hayratlansak va qandaydir bir jumbushga kelsa bizni ahvolimiz, demak, o'sha axborot tarqatayotgan odamlarning kechirasiz qarmog'iga ilingan bo'lamiz. Bundan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bularning maqsadi nimada bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda o'sha moliyaviy firibgarlik masalasini qo'ygan bo'lardim, chunki O'zbekistonda keyingi 2-3 yil ichida moliyaviy firibgarlar aynan onlayn muhitda haddan ziyod kuchayib ketyapti. Endi bu masala nafaqat bizni o'ylantiryapti respublikamiz, balki butun dunyoda afsuski bunday manfiy nimalar ketyapti, tendensiyalar ketyapti. Ikkinchi, men aytgan bo'lardimki, siyosiy ma'nodagi axborot xurujlari. Masalan, ular ko'proq tashqaridan bo'lishi mumkin, tashqi xurujlar bo'lishi mumkin, ko'zga ko'rinmaydigan. Chunki axborotni o'zi qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan narsa bo'lgani uchun buni ko'pincha biz e'tibor bermaymiz. Afsuski, o'sha 10 yil, 15 yil oldin jurnalistlar, ya'ni tashqaridagi jurnalistlar jamiyatimizga ta'sir qilish, ularning xulq-atvorini, ularning tabiatini, ularning kayfiyatini o'zgartirishga qaysi ma'noda hissa qo'shishgan bo'lsa, bugungi kunda ular nafaqat jurnalistik materiallar orqali, balkim bizni jamiyatimiz o'tiradigan publiklarda birga o'zbek tilida kommentlar yozib o'tirishibdi. Bu masalani yana ham jiddiylashtiradi. Endi bugungi nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, mana oxirgi
o'sha 6-7 oy davomida siz kuzatgan bo'lishingiz kerak, sun'iy intellektda deepfake'lar ko'paymoqda. Ya'ni mashhur kishilar, siyosatchilar yoki san'atkorlar, umuman taniqli shaxslarni videolari deepfake qilib chiqarilyapti. Aslida u videolarni u kishilar aytmagan bo'ladi, yozmagan bo'ladi. Ularni yuzidan, ularni ovozidan foydalangan holda, ya'ni klonlashtirilgan videolar paydo bo'lyapti. Bundan ham nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni har bitta olgan video bo'ladimi, masalan infografika bo'ladimi, rasm bo'ladimi, albatta uni tekshirib ko'rib, keyin o'qishimiz kerak. Endi media va axborot savodxonligi birdaniga paydo bo'lib qoladigan, birdaniga shakllanadigan narsa emas. Uni sekin-sekin o'zimizni bilimimizni oshirish orqali, qaysi kurslarga qatnab yoki o'zimizni ustimizda ishlab o'sha narsani shakllantirishimiz mumkin. Yuqorida aytganim o'sha tanqidiy fikrlashdan tashqari bugungi kunda sun'iy intellekt yordamida o'sha fact checking qiladigan instrumentlar nihoyatda ko'p. Masalan, videoni verifikatsiya qilmoqchisiz. Masalan, bitta video siz ko'rdingiz, lekin unga nisbatan sizda shubha paydo bo'ldi. Nima qilasiz? Demak, o'sha videoni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Instrument yordamida. Yoki fotoga nisbatan uni qayta ishlangan, foto montaj qilingan degan sizda shubha uyg'ondi. Demak, uni ham tekshirib ko'rasiz. Matn bo'ladigan bo'lsa, matnni ham tekshirishni imkoniyati juda ko'p. Bilasizmi, yana o'sha viral bo'lgan, ya'ni ko'p millionlab prosmotr bo'lgan kontentlarni aynan o'sha zararli axborotlar tez aylanib turadi. Masalan, 6 oy oldin chiqqan o'sha nima deydi, asossiz yolg'on fake axborot 6 oydan keyin yana takrorlanadi. Nimaga shunday? Chunki bugungi kunda bilasiz, eng ko'p o'qilgan axborotlar bu algoritmga tushadi. Va algoritmga tushgandan keyin u sizga takroran kelib tushadi sizni telefoningizga yoki boshqa gadjetingizga. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. O'sha algoritmlarni qobig'iga o'ralib qolmaslikni. Siz istalgan, masalan, qidiruv saytlari, Google bo'ladimi, Yandex bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qidirgan narsangizni takrorlab yana ertaga beradi. Yoki ijtimoiy tarmoqlarda aytaylik, YouTube bo'ladimi, Facebook, Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham siz nimani qidirgan bo'lsangiz, o'sha algoritmlar sizga yana o'shani. Ya'ni sizni qiziqishingizdan boshqa axborot yo'qdek tuyula boshlaydi. Bu esa algoritmlarning eng katta minusi, ya'ni insonni o'z axborot qobig'iga aylantirib qo'yadi. Bu esa, kechirasiz, demokratik tamoyillarga aynan qarshi hodisa hisoblanadi. Shuning uchun ham turli fikrlar, turli masalan axborotni agar siz qabul qilishni istasangiz, o'zingizni media savodxon ekanligingizni o'lchab ko'rishingiz kerak. Eng muhim masalalardan biri bu O'zbekistonda bugungi kunda o'sha media savodxonlik kurslarini tashkil etish. Nafaqat masalan maktablarda, balkim kerak bo'lsa bog'chalarda, masalan yosh bolalar qanday multfilm ko'rishyapti yoki maktab o'quvchilari qanday saytlarga kirishyapti, buni ota-onalarimiz kuzatish kerak, o'qituvchilarimiz kuzatish kerak. Ya'ni bu masalaga oxirgi paytlarda biz kompleks yondashuvni o'rganishimiz kerak. Bu faqat o'qituvchini muammosi, bu faqat ota-onaning muammosi emas, balkim butun jamiyatimiz birlashishi kerak degan fikrdaman. Chunki bu muammo bundan keyin kamaymaydi, aksincha u ko'payib borishi mumkin. Esingizda bo'lsa, 21-asr kirib kelayotgan paytida biz, ayniqsa shu sohaning vakillari, axborot sohasining vakillari bizni asrimiz kirib keldi degandik. Lekin afsus, bu quvonchimiz uncha ko'p cho'zilmadi. Ya'ni biz chorak asrni yashab bo'lganimizdan keyin tushundikki, axborotni jilovi qo'limizdan chiqib ketdi. Ya'ni qaysidir ma'noda o'sha biz tasavvurimizdagi axborot jamiyatning rivojlanishiga hissa qo'shishi kerak edi. Masalan, kechirasiz, ayrim holatlarda jamiyatning rivojlanishiga, taraqqiyotiga emas, balki uni chalg'ituvchi axborotlar ko'payib ketyapti yoki bo'lmasa odamlarning kayfiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi axborotlar kuzatilyapti. Undan tashqari bir nazariy masalani ham aytib o'tmoqchi edim. O'sha klassik jurnalistikada bizni sohamiz, ya'ni jurnalistikani 3 ta funksiyasi bor deb bizga ustozlarimiz o'rgatishgan. Masalan, buni ichida birinchisi bu sof axborot yetkazish, ikkinchisi tahlil qilish, uchinchisi esa ta'sir o'tkazish funksiyalari. Barcha ijtimoiy funksiyalar bu albatta jurnalistikani
asl maqsadlari. Lekin bugungi kunda hozir sanab o'tilgan funksiyalarni birinchisi va ikkinchisi uncha yaxshi ishlamayapti. Ming afsuslar bo'lsinki. Uchinchi funksiyasi, o'sha ta'sir o'tkazish funksiyasi juda ham kuchli rivojlanyapti. Ya'ni undan o'sha boshqa qora niyatli kishilar ham, masalan, siyosiy propaganda bilan shug'ullanadigan tashqi kuchlar ham ana shu mediani ta'sir o'tkazish funksiyasidan foydalanishga harakat qilishyapti. Demak, bundan ham biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz tavsiya etiladi.